Assalomu alaykum barchaga. Men Bozor Filior, Bozor School o'quv markazlari asoschisi va Garvard School xususiy maktabi asoschilaridan biriman. Bugun bolalar ta'limi, xususiy maktab va yangi ochilishi rejalashtirilayotgan ixtisoslashgan maktablar haqida gaplashamiz. Bolalarning umumiy ta'limi haqida gapiradigan bo'lsak, bundan 4-5 yil oldin va undan ham oldin faqat 10-11 sinf o'quvchilar o'qishga kirish uchun fanlarni o'qishni boshlashardi yoki repetitorlarga borishni boshlashardi, lekin hozirga kelib ta'lim yoshadi. Ya'ni hozir o'rta sinf o'quvchilari ham, masalan 5-9 sinf o'quvchilari ham, hattoki 2, 3, 4 sinf o'quvchilari ham matematika, ingliz tili, tanqidiy fikrlash fanlarini chuqurroq o'rganishga harakat qilishyapti. Tanqidiy fikrlash degan yangi termin kirib keldi hozir fanga. Bu nima o'zi tanqidiy fikrlash deganda? Tanqidiy fikrlash bu bolaga birorta informatsiya berilganda bola uni tahlil qilish, uni shubha asosida qarash va unga savol bilan murojaat qilish. Masalan, unga ertaga yomg'ir yog'adi deb aytilsa, bola uni tahlil qila olishi kerak. Masalan, bugun quyosh chiqqan. Qanaqa qilib ertaga yomg'ir yog'ishi mumkin? Nimaga asosan bunaqa fikr berildi deb. Ya'ni bunday qisqacha qilib aytganda, eshitganiga ishonib ketavermaslik kerak. Uni tahlil qila olish kerak. Tanqidiy fikrlash degan narsa haqida qisqacha shu. Bolalar ta'limiga qaytadigan bo'lsak, hozir kelib ota-onalar ham bolalarini ta'lim olishiga ancha yaxshi e'tibor qilishadi. Biz ota-onalar bilan ko'p ishlaymiz, bizga ko'p ota-onalar kelishadi, lekin ba'zi ota-onalar bolam men aytganimni qilmayapti, siz uni qo'rqitib o'qitib bering deb murojaat qilishadi, lekin bu narsa tushunarsiz narsa, chunki bola agar ota-onasini aytganini qilmasa, qanaqa qilib ustozini eshitishi mumkin? Bu narsa baribir bolani yoshligidagi tarbiyasiga borib taqaladi. Sony kompaniyaning asoschilaridan biri, yaponiyalik Ibuka Masaru yozuvchi, o'zini 3dan keyin kech degan kitobida shunday deydi. Ya'ni bolalarni 3 yoshgacha, uzog'i bilan 5 yoshgacha bolalar bilan qanaqa ishlansa, undan uyog'iga bolani bilim olishi, o'zlashtirish darajasi shunga qarab ketadi. Ya'ni agar biz bola bilan yoshligidan 3 yosh, 5 yoshgacha bo'lgan davrda yaxshi ishlasak, undan uyog'iga bolani o'zlashtirishi, bolani bilim darajasi yaxshi bo'ladi. Buni xuddiki masalan bolani miyasini yangi kompyuter deb tasavvur qiladigan bo'lsak, uni 3 yoshgacha, 5 yoshgacha bo'lgan davrda u bilan ishlanishi, bolaga e'tibor qilinishi, bu o'sha kompyuterga qanaqa Windows uстановка qilinishiga bog'liq. Agar u yaxshi Windows bo'lsa, u kuchli Windows bo'lsa, ya'ni uстановкасы yaxshi bo'lsa, undan uyog'iga, undan keyin u kompyuterga, ya'ni bolani miyasiga uстановка qilinadigan, ya'ni o'rnatiladigan programmalar oson o'rnatiladi va yaxshi ishlaydi. Ya'ni kuchli programmalarni ham, kuchli dasturlarni ham ko'tara oladigan miya bo'ladi. Yoki ota-onalardan bizga eng ko'p beriladigan savol, bolamni shuncha vaqtdan beri o'qitaman, nega natijasi ko'tarilmayapti degan savol. Bu narsa har bir bolani o'zlashtirish qobiliyatiga bog'liq. Agar bola bilan yoshlikdan, o'sha 3 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan davrda bog'chasida yoki oilasida unga mos kitoblar bilan, yoshiga mos o'yinchoqlar bilan birga vaqt o'tkazib, birga shug'ullanib, uni miyasi rivojlantirilsa, yoshi katta bo'lgandan so'ng uni o'zlashtirish darajasi ancha yuqori bo'ladi. Yoki ota-onalardan keladigan boshqa yana muammoli savolga qaraydigan bo'lsak, bolam uyda dars qilmaydi degan savol. Agar buni yaxshilab tagiga yetadigan bo'lsak, bolani qo'lida telefoni bor bo'ladi va hatto ota-onasi ham o'sha bolani qo'lidan telefonni olib qo'ya olmasligi haqida aytishadi. Albatta, bolani qo'lida telefon bo'lgandan so'ng uyga vazifasini bajarmasligi tabiiy, sababi uni hozirgi yoshida telefon uyga vazifasiga nisbatan 10 barobar qiziqarli. Shuning uchun bolani o'qishi, o'zlashtirishi uni yoshligidan unga beriladigan tarbiyaga, unga beriladigan e'tiborga juda katta bog'liq. Bola eng ko'p vaqtini qayerda o'tkazadi? Bola eng ko'p vaqtini oilasida va maktabida o'tkazadi. Demak, bolani ta'lim tarbiyasiga eng ko'p ta'sir qiladigan muhit bu oilasi, maktabi, maktabidagi o'rtoqlari, qo'lidagi telefoni, telefondan ko'radigan narsalari va telefondan o'ynaydigan o'yinlar. Shuning uchun bola qaysi maktabda o'qiyapti, kim bilan o'qiyapti, bu juda muhim. Biz xususiy maktabimizda endi ochganimizda birinchi 2 oyda juda qiynalganmiz, sababi bolalarni tartib tarbiyasini bir tizimga tushirib olish qiyin bo'lgan. Buni yechimi sifatida eng birinchi navbatda biz maktabga telefon olib kirishni taqiqladik. Umuman maktab hududida telefon ishlatish
qat'iyan taqiqlandi. Natijada bola sekin-sekin kun davomida umuman telefondan foydalanmaslikka o'rgandi. Keyin tartibi yomonroq bolalar bilan ota-onasi bilan birgalikda qattiq shug'ullandik va bolalarni, o'quvchilarni har bir daqiqasida band qilishga harakat qildik. Obedgacha maktab darslari, obeddan keyin qo'shimcha darslar, uyga vazifa bajarish. Albatta o'rtada 3 mahal ovqati, 15-20 minutdan 2-3 marta tanaffus berdik va buning natijasida bolalarni chalg'itadigan, ya'ni uni atrofida chalg'itadigan narsa bo'lmaganligi sababli, uni chalg'itadigan o'rtoqlari bo'lmaganligi sababli bola bor fokusini o'qishga qaratishga o'rgandi va bola uchun, ya'ni bolani o'qishi uchun eng yaxshi muhitni yaratib berdik. Buni mevasi birdaniga bilinmasligi mumkin, lekin vaqt o'tishi bilan o'quvchilarimiz tartib jihatdan ham, bilim jihatdan ham mutlaqo boshqa darajadagi o'quvchilar bo'lishadi. Ular 10 sinf tamomlayotgan vaqtlarida qo'llarida fan sertifikatlari bilan birgalikda ingliz tilidan IELTS, TOEFL sertifikatlari ham bo'ladi. 11 sinfligida nafaqat o'zimizdagi oliy ta'lim muassasalariga, balki chet davlatlardagi xorijiy oliy ta'lim muassasalariga ham o'qishga yuborish harakat qilamiz. Endi ixtisoslashgan maktablar haqida gaplashadigan bo'lsak, tumanimizda ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligiga qarashli ixtisoslashtirilgan maktab ochilishi rejalashtirilgan, lekin bu haqida hali rasman xabar yo'q. Agar bu maktab ochiladigan bo'lsa, 4-sinfdan 9-sinfgacha bo'lgan o'quvchilarni imtihon asosida qabul qiladi. Imtihon Qarshi shahrida bo'lib o'tadi. Imtihon matematika, ingliz tili fanlaridan bo'ladi. Ko'pchilik bu maktabni Prezident maktabi bilan adashtiradi. Prezident maktabi umuman boshqa maktab. Prezident maktabi har bir viloyatda bittadan va u ochilgan. Qashqadaryoda, Qarshi shahrida 2021-yilda Prezident maktabi ochilgan. Biz tayyorlagan, biz o'qitgan o'quvchilardan shu paytgacha 15 ta o'quvchi Prezident maktabiga kirgan. Prezident maktabi faqat 4-sinfni tamomlagan o'quvchilarni qabul qiladi. Yana bir boshqa maktab haqida gapiradigan bo'lsak, bu maktab axborot texnologiyalariga asoslangan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi maktab. Bu maktab shu paytgacha faqat Toshkent shahrida bor edi. Yangi o'quv yilidan Qashqadaryoda, Qarshi shahrida ham bu maktab ochilishi rejalashtirilgan. Lekin bu haqida ham hozircha rasman xabar yo'q. Agar bu maktab ochiladigan bo'lsa, bu maktabga ham 4-sinfdan 9-sinfgacha o'quvchilar imtihon asosida qabul qilinadi. Imtihoni matematika, ingliz tili fanlaridan bo'lib o'tadi. Bu maktablar haqida, umuman ta'limda bo'ladigan yangiliklar haqida bilmoqchi bo'lsangiz, bizni ijtimoiy tarmoqlarimizni kuzatib borishingiz mumkin. Yoki sizda boshqa savollar tug'iladigan bo'lsa, shu video ostida kommentariyada qoldirsangiz javob berishga harakat qilamiz. Rahmat.